Uxlab turdim. Voy belam. Короче, hammaga ega bolalar, bugun sizlar bilan o'sha sayt gamer o'rtoqlar tushunishlar yaxshimisizlar bo'lyaptishlarga. Короче, bugungi videomizga xush kelibsizlar. Bilmayman nima maqsaddan video yoqdim. Yana qishlog'imiz bilasizlar, o'zing sayohatga boy qishloq. Madrop bo'ladi. Короче, videoga like bosib, kommentariy yozib qo'yishingiz istan chiqmasa, videoni boshladik. Va o'rtoqlar, men do'stlar, adomgidek bugun pullarni eslasam maza qilaman-da. Bu pullar nima deyishlar mumkin? Bu pullar men shaharga ko'chib ketmoqchiman. To'g'risi, bu qishloq bo'lmaydi. Shahardan yangi uy olib, yangi uylarga yashaymiz. Shuning uchun pul yig'ib qo'ydim. Bu havo yaxshi, men ham joyda. Demak, yana огородni tozalaymiz. Assalomu alaykum aka, jimsiz? Yaxshi aka, yaxshimisiz, jimsiz? Ha, ish bo'lyaptimi ishlar? Og'rimi ishlar? Aka, qalay bo'lyapti ishlar? Yaxshi, o'zlarda-chi? Bo'pti, sekin. Hozir men ham ertalab turib ish qilib turadim. Bu ish qilishingizga qarang, cho'ta zo'r ketyapti shekilli-a? Asta qo'ying, hozir istak pullarm bor edi. Takoy bursanda. Cho'ta ketasizmi deyman betlardan? Shaharga ketmoqchiman. Bitta kelajagim yo'q, ham zerikdim bitta takoy. Shaharda mazza qilib, tuqqan ishdan yuraman kerak bitta. Tashab ketsa ekanda biz endi. Endi o'zdan eplaysiz bitta. Mayli, fermalar menga sotarsiz. Sotib ketaman sizga. Bo'ldi. Mayli, charchamang. mayli, bo'pti. Merjanoblari kirsa maylimi? Kir. Hop. Sen kimmi? Alaykum assalom, yaxshimisiz? Fermaga qaratingizmi? Qarab chiqdim birpasda, turdim qaradim. Yaxshi nima o'sib borsin-da. Assalomu alaykum. Qo'y qo'shningizdan shittamisiz? Ha, shittam hozir topshirgan keldim. Nima deysiz sen kapitan? Ha. Menga qarz kerak edi, pul kerak bo'ldi. Qancha pul? Bular 20 ta oltin tanga berib tursa yaxshi bo'lardi. Voy billa 20 ta. Mayli, sandiqda bor, senga men o'zingga bor. Senga ishonch bor, u kapitanga ishonch yo'q. Ha, bo'pti, hozir beraman. Hop, bittami? Oltin tanga yo'q-ku. Faqat izmurod. Oltin tanga ham yo'q edi. Ha, mayli, rahmat, o'zi boshqa odamdan so'rab ko'raman. Mayli, sog'mi? O'zi men qayerdan kelib qolgan bu kapitan? Bilmayman, shahardan ko'chib kelganda. Menga vashik ko'zolmas u. Narsalar olib keldim, qaysi sandiqqa qo'y. Ikkinchisiga qo'yor. Hop, qo'yib qo'yamiz. Nima bo'pti, mer? Bo'pti, sog'mi, charchaman. Soatanlama. Bo'pti, o'zi pashti. O'rtoqlar qani uyga ham kirgim kelmayapti. To'xtanglar, ketmoqchiman, shunday tashlab qo'ylaydi. Hop, shunday tashlaymiz-ayu. Pullarim o'zimni. Bilaman, ketmoqchiman, tashlashim kerak edi, nima telefon tashladim. Bosh jinni bo'lishdan ishari ketaman deyapman-chi men. Sen nima qilyapsiz, kapitan, siz bu yerda? Nima qilyapsiz bu yerda ana? O'zim narsa yuradim, u yerda narsalar bor ekan. Shunday ko'zdan kechirib turdim, cho'chqalarni, ular ko'rib turdim. Bo'ldi. Cho'ta shu kapitan g'alati, shubhali ko'rinyapti. Shu nimadir boshlayapti-da o'rtoqlar. Mayli. Oxiri baxayr bo'lsin ish qilib. Mayli, ketdim men. Jinni o'rmonga borib kelay, sayohat qilib, o'zi boshim achib ketdi. Jinni telefonlab ketaman o'rtoqlar. Qaychishimda videoni yoqaman. Hammaga xayr demayman o'rtoqlar. Просто jinni pauza. O'rtoqlar, o'zi kecham tushdi, maza qilib aylanib, dam olib keldim, короче. Shu qishlarda shu toza havosi zo'r, oyog'im shu ko'rlikda orqada o'rtoqlar, shom bo'ldi, shomda yurmaydi o'dim. Valiroq qayt etsan bo'lmadi. Hop, jinni uyda yotaman men. Xloretjan men qarab turibdi doimgidek menga. Uyga kiraman, qani. Bir pullarni havorab qo'yib, o'zimni pullarimda
telefon qo'yib uxlaveramiz qani. Qarachi bo'pti o'rtoqlar. Uxlab ham turdim o'rtoqlar. Bugun sana necha o'zi ko'raylikchi. Soatdan ham bo'pti. Yana pullarim bor o'rtoqlar. Ko'chaga chiqaylikchi. Nimaga eshikni yopib? Hech gap yo'q, yana tinchlik. G'iybatchi ham yo'q, endi o'tiradigan. Firma ham ko'chaga kirib ketgan. Qalaysan, Jitil, yaxshimisan, tushimisan? Yaxshi, rahmat. Yaxshimisan o'zing? Ha, yaxshi. Sen-chi yaxshimisan? Yaxshi. Sen shaharga o'chib ketding deb eshitdim. Kimni eshitding? Kimni eshitding? O'zi kechirasiz. Bildim, moli. Bo'pti, bitta urganda arzlab oladi. Qo'shni oldigacha boraylikchi, qani nima bo'lyapti ekan bu yerda? Qo'shni, qo'shni. Eshitaman. Yaxshimisiz? Lekin beliga tetdingiz. Uxlab turibmiz. Kunduzi-ya? Kunduz uxlayman-ku. Yaxshi-da. Mana o'zi nezmincha bu. Tug'ilashga tug'ilgan erinyapman-da. Jiddan kesasiz. Uyquni buzdingiz. Bu ferma kimiki? Menga qarashli bular. Nencha bardak chiqib ketgan, tuzatmaysizmi? Voydi. Shuna bardak chiqarib yuravering-da siz. Buni kimda epaqaga keltiradi-ya? Mayli, ertaga bitta majikor olib kelaman, to'g'rilab beradi. Sizga pulini bersam to'g'rilab bera olasizmi? Meni kim ko'ryapsiz, pulim? Massi nima deyapman, vashshe ko'p bu. Meni mora pulim. Men buni ishlar qilmayman, qo'shni. Pul sizga beraymi? Mayli. Mayli qo'shni, qaytib eshitmay bu gapingizni. Billa, shu qo'shni ham yomon kibrlanib ketdi-da. O'zi ketdimi? Ketibdi, bo'ldi. Billa Zayba kibrlanadi, billa pulim ko'p dedi. Cho'ta bugun pulini olmasam bo'lmaydi. Pulini olib mana shaharga ketib boraman. Keyin umuman topolmaydigan qilib boraman. Yo'q, cho'ta bugun buniki bo'lmaydi. Cho'ta olib yurdim. Merdi uyni bugun xalqib yo'q qolaman cho'ta. Yomg'ir ham yog'ardi-yu, mayli ketsinchi bir gap bo'lar. Yomg'ir ham yog'ardi-yu, bolalar. Buni yomg'irdaman endi uyda kirib dam olaman, siqqina uyimda. O'zim uyimdan qo'ymasin. Yana bitta pulimga qarab. O'zim pullarim. Buni yopamiz va yana yotamiz bolalar. Va men boshqa ishim yo'q. Bo'pti bolalar. Mana kecham tutdi, lekin yomg'ir yog'ardi, mayli, yaxshi bo'ladi. Bugun o'g'imiz barobardan kelsam, bugun merdi uyni hal qilib yo'q olaman. Bo'ldi, endi chiqaychi, nima gaplar ekan. Bag'lay qo'ysa ekan, biroz endi. Hamma uxlagan. Qani bir qaraychi, men uxlabmikan-a? Hamma yo'q, jimjit chiqibdi. Mayli, bir nima qilaman hozir. Egilib olib boshimni ko'rmay qolsin. Said Temir uxlagandir. Mayli, bir narsa qila olaman. Zo'r yo'li shu-da endi. Bo'ldi. Xo'p, mana bo'ldi, endi bu yerda bekitib qo'yish kerak. Mayli, hozir shular qilib turaylik. Bo'ldi, ketdim endi. Hozir tong otyapti ekan. Ketishim kerak tezda. Bolalar uxlab ham turdim. Hammaga xayrli kun. Uxlab turdim, yana bitta pulimga xabar olay. Meni telefon bo'lyaptimi? Alo, senga men tezda uyimga kel. Bor, tezda, srojni bor. Bo'ldi, hozir kelaman. O'rtoqlar, nima bu men? Buncha asabiy. O'rtoqlar,
Merdiven kimsin böyle ne mi çakırdı desem. Öyle yaşlısız ve yüzü cilveteş. Yüzü cilveteş. Külme sen gelme sırıştı haber var. Kelime teşilli için be. Yo seni dinleş böyle tamam temi yapıldı. Ha kab nima. Sende daha çıktı pul yok. Pul yok. Ye. Merkayga yo'qoldi pulni. Bilmayman, qasdini bu o'g'irlab ketdi, pul yo'q. Nima bilib pul topish kerak, kamera bormidi? Yo'q, kamera qo'ymadik. Amma sizga aytdim shuning uchun puldan qismasdan kamera qo'ying dedim. Siz mana qo'ymagansiz. Endi mana shuncha pul ketdi havoga. Endi nima qilamiz? Uydan remont qilish kerak hali. Senda bo'lsa beribdi, men uyim hajam uyim remont qildi. Menda pulim yo'q, to'g'risi hozir bir burdan olishga ham pulim yo'q, mer. To'g'risi yetib qo'ypadi. Uyingizni ko'rsa kulgim qisayapti, men bo'pti degan pulim yo'q bo'pti men. O'rtoqlar, men pul so'pashimdan nima berishim kerak men? Kafilligini olganman. O'rtoqlar, men nima kafilligini olganman? Men o'zi quvonsa kerak bo'lsa, lekin uyni ko'rsa kimchilik va bilaman. Qo'shnining uyiga boraylik-chi. Nima gaplar ekan qo'shnida? Qo'shni, voy qo'shni. Eshitaman. Siz ish qilyapsizmi hali? Yo'q, qo'yil. Yangilik bor bildingizmi? Nima yangilik ekan? Merda hamma pul o'g'irlanibdi. Nima yo'g'lanadi? O'g'ri paydo bo'libdi qishlog'imizda. Qishloqda o'g'ri bor. Pulingiz bo'lsa yashirib yuring. Hozir mendan pul so'radi, men bermadim. O'zi vashshe ko'p pulim bor. Pul berib turdim. Keyin o'zim ham nochorda yoqdim. Nima berishim kerak kafilligini olganmanmi men uni? Nimasini aytasiz? Men borganimda pul bermadi dedim. Tuvar. U chistiyo. Biz so'rasa bermaydi, lekin biz berishimiz kerak. Nima bermadim? Men ham bermadim. O'tgan safar oyligimni bermagan. Men ham boshimdan qo'ydim. O'zi yetmadim, o'zim adat qildim. Nima qilamiz shunga men? Qo'shni. Demak, hisob yurish kerak bundan ba'yi o'g'ri paydo bo'lgan bo'lsa. Pullarga ehtiyot bo'lish kerak endi bundan ba'yiga. Meni vashko pulim bor. Shu ishni qo'yganimda ham cho'q bo'lardi. Keyingi safar qilasan endi. Meni vashko pulim bor, qayerga qo'yaman endi? O'g'ri bor ekan, hech kim menikiga kirmasa bilmaydi, o'g'ri meniki dalik. Uyimga qarang. O'g'ri kimligini bilish kerak-da, qo'shni bilmasak biz ham o'marib ketadi yaqinda bu qishlog'imizdan. Oxiri ko'chib ketmasak bo'ldi shu o'g'rining orqasidan. To'g'ri aytasiz, lekin men uyni ocharga o'xshaydi, bo'lmishdi-yu, qo'shni. Men bilmasa kerak pulimni. Mayli qo'shni, men uyimga kiray dam olaman. Mayli, bo'pti. Yosham chiqib ketdi-yu, endi mayli uxlayman, charchadim. Mayli, bo'pti, qo'shni, yaxshi uxlang. Xo'p. Qo'shniga ham bilmayman-chi. Shu qo'shniga ham hayronman. Shuncha pul bo'lib bermaydi. Xasis boy ekanda. Cho'ta merdiki hal bo'lib, cho'ta meni sezib qolmasdan tezroq uni uyini ham o'g'irlab, tezroq betdan surishim kerak, shaharga ketishim kerak. Xasis boy, chinga pulim bermaydi, bugun yo'q bo'ladi hali qarab tursam. Mayli, men charchadim, qo'layman, endi ketdim. Endi men ham uyga ketaman. Nima qilyapsan sen bu yerda meni akarotimda? Men aytgan qilib qo'ydigan. Menchi? Sen ishdan bo'shamsan-ku? To'xta. Mer? Mer. Nima deysan? Men ishdan bo'shatdingiz meni. Nima bu seni ishga olishim kerak? Xasislardimi? 15 qolmayman seni. Kerak emassa yo'qol. Bitta pul bermaganimga shumi? Shu nima deysan? Xolasiz uyingizni o'zim qilib beraman, pulni berasiz. Pashsholar yo'qol ko'zimda, unda kapitan qilib beradi, u yaxshi usadim eshitdim. Chistidanga sayu. Shu qilib beradi deysizmi? Qilib beradi, shu qilib beradi, javob. Bo'pti, o'zidan ham bilasan, men ishdan bo'shatdingizda, qarabdan oxiri yomon bo'ladi. Yo'qol. Menga tushunmayman, o'zi ahvoli bir ahvoli. Yana men gapiraver. Charchadim, men yotaman ham. Pullarimni qaranglar. Bo'pti o'rtoqlar. Endi bir borib kelay-chi, uxlagandir. O'zi qarashida tushibdi-yu. Borib mazasini qo'shib kelaman hozir. Demak, bu degani o'maramiz pulni. Ketdim men boraychi, nima gaplar ekan?
Uxdi. Bitta ko'raychi uxlatmikan ha? Uxlatdi shekilli. Mayli, men o'zim ishimni qilaveray. Uxdi. Muncha bu pullar. Vau. Bu ketida hammasi yo'q bo'ladi. Hali bu xasis qilib meni yerga urganiga javob beradi. Bu kechasi yo'q, tunda betdan ko'chib ketaman sirazi. Buni hamma yo'g'ini olib ketishim kerak. Xasis boy. Qilgan qilmishiga shaymon bo'ladi hali. Tag'in bu yerda ish qilarmish. Bu kechasi yo'q ketaman men. 5 minutes later. Mencha pul tugamayapti. Ko'pligini qaranglar pulni. Jala kaskasi ham bor ekan. Mayli, bo'ldi bugun yetadi. Mayli, buni bilmagan ko'mib qo'yay. U pulni qaranglar. Turmadimikan? O, kayf uxlayapti, mayli men ketdim. O'rtoqlar, uxlab ham turdim-chi. Qani bir bet bo'lmayapti-ku. Shu sovuq betim. Bugun yaxshi kayfiyat bilan va men shaharga ketaman o'rtoqlar va nihoyat o'sha klik bilan kutgan kunim va pullar. Qani pullarim? To'xtanglar. Pullarim qani meni? To'xtanglar. Yo'q pulim. Yo'q, buni merga qo'shniga aytish kerak tezda. Mer. Meni pulim ham yo'q. Nima? Pulim yo'q? Menga vashi birdan kelmadi-ku. Yo'q, hozir yana meni vashi ham ko'p pulim bor edi. Meni hamma pulim yo'q, короче. O'g'irlab ketdi menimcha. Menga pulim yo'q, menga vashi qiziq bor, yo'qolib chiqib ketmaydi. Voy bilan men lekin ishim tushganda yo'q dedi. Meni ishim tushganda nima dedi? Poshsholda qo'ynadi. Endi sen ham poshsholda. Bo'pti. Buni srochni qo'shniga aytish kerak o'rtoqlar. Ish qilib topilsin-da. Uncha pulim. Qo'shni, bachqing qo'shni. Alyo, qo'shni. O, Rabbi, o ishdaman. Pulim yo'q meni. Nima deganingiz bu? Bilmayman. O'tgan sabab merdikini o'g'ladi, endi menikini o'g'labdi. Polni pulim yo'q. Ishdiman. Nima siznikini o'g'irladi? Qaydan bilay, umuman pulim yo'q. Yordam bering, nimadir qilaylik. 101 gadoyda uyga o'xshagan bo'lsa, nima siznikini aynan o'g'irladi? Tentaymi yo? Qaydan bilay, bilib qo'ygandir-da. Shuncha pulim yo'q, endi shaharga qanday ketaman? Voy, deya qo'shni. Shu o'g'ri oramizda-da. Shunaqa deyapsizmi? Shunday deb o'ylaymanmi? Men uyimni qarang, bo'lmishligini qayerdan bilay lekin pulimda. Sabz yurtdim shundaysiz. So'z deysizmi? Bering. Yo'q, yeyman, rahmat. Mayli. Mayli, bo'pti. Ertaga ko'rishamiz. Bo'pti. Mening ishlarim bor, mayli. Bo'pti. O'rtoqlar, endi nima qilamiz? Mayli. Qani. Chota meni bilib qolyapti. Said Gamer degan chota meni sezib qoldi shekilli. Nima qilsam bo'ldi, tezroq bu qishloqdan ketganim yaxshimikan ha? Boshim ham qotib qoldi. Merdiki ham o'g'irlandim. Yana hozir bitta ikkita o'g'irlik bo'lgandan keyin men sezib qolaman, undan ko'ra ketganim yaxshi. Nima qilsam bo'ladi? Bo'ldi, ketaman. Sandig'im ochay tezda. Pullarimni olaman, hammasini ketaman endi bu yerdan. Merda puli butun umrimga yetib, pushtimga yetib ortadi. Ketishim kerak bu yerdan. Ketmasam bo'lmaydi. Bo'ldi, qoldi, sandig'im bo'sh bo'ldi. Men ketdim bu yerdan, qishloq mayli. Jonajonim. Sit o'tirib qo'yay. Mayli endi. So'zlang ko'rdilar. Pulim yo'q. O'g'rini ikkinchi qismini topamiz. Hammaga xayr, shekkacha ko'rganlaring uchun kattakon rahmat. Videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirish esdan chiqmasin. Hammaga xayr, to'la. Ikkinchi qismini topamiz o'g'rini aniq.